Wait, 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 wait. Lingangu, guli, guli, wacha, lingangu. Assalomu alaykum hammaga, sizlar bilan har doimgidek Police PUBG. Bugungi kontentimizga ozgina o'zgartirish kiritdik. Ya'ni qanaqa? Yaqinda X kostyum kiygan bolalar biz YouTube kanalimizda постоянный PUBG Mobile bug va lifehack videolar chiqarardik. Ozgina kontentimizga o'zgartirish kiritdik. Xo'sh, mana bu narsadan olamiz. Qanaqa o'zgartirish bolalar? Bugun yangi X kostyumni OPKs qilib ko'ramiz. Qani necha ming yusiga X kostyumdan tushira olamiz. Nima deb o'ylaysiz? Bu kontentimiz sizlarga yoqadimi? Agar shunaqa kontentlarimiz sizlarga yoqsa, kommentariyada plus qoldiringlar. Ko'proq shunaqa kontentlar, ya'ni open case kontentlar, bug videolar ham, lifehack videolar ham bo'ladi. Ora-orada shunaqa open case videolar ham chiqaramiz. Hozir bizning akkauntimizda 2,5 mingga yaqin yusi bor edi. Hozir yana ozroq yusi tashlatamiz. Xo'sh, mana 8,000 yusi bo'ldi. Endi yusi bonusda olamiz. Yusi bonus ham kelgan, aytgancha bo'ldi. Xo'sh, bugun sana 5 X kostyum 4-sanaga kelgan edi. 4-sanaga open case qilmoqchi edim. Bir ikkita problemalar chiqib qolib ketdi video, keyin open case'imiz. Hozir yuslarni tashlab oldik, mana bonuslarni ham oldik. Xo'sh, mana bu yerda yana nima podarka bor ekan. Tak, buni ham olamiz. Akkauntga bugun kirdim, birdan yusini tashlatib. Xo'sh, bizda 9913 yusi, salkam 10,000 yusi. Xo'sh bolalar, men X kostyumga ozgina 10 yusidan ochib taylagandim. Xo'sh, endi biz faqat faron ochamiz, bolalar. Bizga chunki faron kerak, ryukzagi kerak. Qani ketdik. Birinchi o'ntaligimiz, yo bismillah deb boshlaymiz. Qani birinchi o'ntaligimizga nima tushadi bolalar? Xo'sh, qani yo'q. Birinchi o'ntaligimiz juda open case boshlanishidan juda ham omadsiz boshlandi. Qani ko'ramiz. Ikkinchi o'ntaligimiz ryukzagi tushdi. Voy, osilchoqlari uchta tushdi ryukzagi. Voy, menga vashi kerak edi ryukzagi. Tak, endi 3-o'ntalik, ikkinchi o'ntaligimizda bizda ryukzak berdi hozir. Endi 3-o'ntaligimizda nima berar ekan bolalar? Как раз menga ryukzak kerak edi. Tak. Xo'sh, mifik emotsiya berdi. Menga ryukzak kerak edi. Ryukzakni bermasa ham sotib olishim kerak edi, chunki ryukzak juda ham yoqadi. Tak, 4-o'ntaligimizda xo'sh, granata tushirib olgandim. Tak, bizaga 7,000 yusidan oshiqroq yusi qoldi. 5-o'ntaligimiz, qani bizda kuponchalar bor. Yaqinda kelgan bir bola Sabitiyadan men 30 ta kupon sotib olgandim. Siz yaxshi PUBG Mobile akkaunt sotib olmayapsizmi? Yoki pulingiz kam bo'lsa-da, ko'proq donat qilingan akkaunt sotib olishni xohlayapsizmi? Unda biz sizlarga o'z akkaunt savdo kanalimizni tavsiya etamiz. Bu kanaldan siz 300 mingga ham Lednik 4 akkaunt topishingiz mumkin. Eng asosiysi bizda foydadan halollik va ishonchingiz muhim. Hozir shuni bitta ishlatyapmiz. Qani bu emotsiya 20. Voy, 5-o'ntalikda faron berib bolalar. 5-o'ntaligimizda voy. Vashi kerak bo'lib turadi menga faron. Aniqrodan ham ko'ra menga faron juda ham kerak edi. Xo'sh, endi 6-o'ntaligimiz vashi bomba lekin tushirib berdi bolalar. Xo'sh, 5-o'ntaligimiz bo'lsa 2,5 ming yusida faronni oldik bolalar. Juda ham yaxshi. Sumkasini ham oldik. Hozircha full bo'lib turibdi. Tak, 6-o'ntaligimizga bizga kichkina materiallar, keyin monetkalardan berdi. Endi 7-o'ntaligimiz. Mana shunaqa taktika qilsanglar bolalar zo'r berar ekan. Bosasizlar bekor qilishni, bosib bekor qilishni bossanglar taktika yaxshi ekan, normalniy anchagina narsa beryapti bizga. Tak, 8-o'nta. Voy, kiyimini ham berdi, mifik kiyimi. Voy, buni emotsiyasi ham bor bolalar. Eng yoqadigan emotsiya mana shu kiyimni emotsiyasi edi menda. Ashi yoqadi mana shu emotsiyasi qaniydi. Tak, faronga o'tamiz. Mana bu bolalar. Bunisi ham chotka emotsiya, bunisi ham normalniy emotsiyasi. Ryukzagini ham oldik. Endi mana shu parashyutini ham bersaydi, vashi bomba bo'lardi. Voy, chalib aniqroq ochib yordim men. Voy, gap bilan bo'lib aniqroq bekor ochib yordim. Bitta jalka ketdi bolalar. Voy, 23 plus nima? Voy! Faronni xotinini berib yordi. Voy! Faronkam berib yordi bolalar. Voy, onasini yemsan. Men jalka ochdim deb o'tirdim.
Voy, vashshi bomba bo'lyapti-yu, vallahi opingiysimiz. Tak menga vashshi druza tashlashyapti. Tak bilmayman 10-mi, adashmasam 10-o'ntalik ochishimiz va yana mifik emotsiya. Yo'q ekan bizda mifik emotsiya. Voy, menda bug bo'lyapti-ku. Qanaqadir ochib bo'lgandan keyin animatsiyasi endi chiqib. Bola aytgandek, bosib, bekor qilishni bossanglar vashshi omadli ekan. Mana shunday qilsanglar taktika vashshi chotka ekan, mana shunday qilib endi ochmoqchi bo'lganlar ochib mana shunday nimalarni tushirib yuborsanglar bo'ladi. Nimagadir menda 10x bermayapti qo'llar. Nimagadir menga hech ham 10x tushmadi, lekin X-kastam hozir aniqrani ham olsak kerak. Bu pashli 10,000 yusiga garantdan bersa kerak. Bizga hech narsa tushmadi. Aniqrani 10,000 yusiga garantdan beradi. Biza ololsak, X-kastam ko'tarishga monetamiz yetarmikan? Где-то bir 3-level bo'lsaydik X-kastamimizda ashi bomba bo'ladi. Tak, vo yana mifik bolalar. Vo ikkita. Voy, повторка beraverdi-yu. Voy, onasini hamsan, lekin bomba bo'lyapti vallahi opingiz. No, men opingiz hozir ertalab ham bo'lmayapti, kechga ham bo'lmayapti. Abedga bo'lyapti vallahi. Abedga ham normalniy omadinglar kerak ekan deb yubordim. Xo'sh, aniqroq ochib ko'ramiz. Endi aniqroqga bitta ochib ko'ramiz, chunki boya bitta o'ntalikda aniqroqda bitta o'ntalikda faronkam beraverdi, faronni xotinini. Tak bu yoqda nima berar ekan? 6+ nima berdi? Mana bu shilimi 6+ berar ekan kolleksiyaga. Tak mana aniqroq to'lgan 300 ta ko'rishlar mumkin. Mana yerdan ochkalarimiz, podarkalarni olamiz. Yonga o'tamiz. Mana bu faronda ham 126 ta ochgan ekanmiz. Materialgacha olamiz. Ramkasini ham olamiz va materialni ham olamiz va aniqrani bitta bosamiz. Aniqrani olamiz. Ko'rishlar mumkin, faronni xotini, faronni ham o'zini olganmiz. Vashshi bomba bo'ldi hozir. Aniqrani olamiz. Voy, sumkasiga oqamanda bolalar, ko'ryapsizlarmi sumkasida? Vashshi bomba sumkasi. Emotsiyalar qayerda edi? Pastroqga tushamiz. Mana emotsiyalar bolalar. Tak 3 ta emotsiyamiz. Mana shunaqa qiladigan. Keyin mana bu ana bu mifik emotsiyasi bolalar bu. Ko'ryapsizlarmi? Vashshi bomba. Voy, onasini hamsan. Buni faronkani kiyib olib qilish kerak. Vashshi tilim kelishmayapti, chunki vashshi hayajonlantirib qo'ydi PUBG bizni. Podarkalari bilan. Ovozda muammolar bo'lsa bolalar, montajda yoki men bu gapirguncha o'zim hayajonlanaman bolalar, chunki video olish ham oson emas. Hozir Temboli 2 ta X-kastam beraverdi. Tak bizada 2 ta material va 16 ta kichkina materialdan 2100 qolgan. 100 qolgan. Xo'sh, endi nima qilamiz bolalar? Bizada tak 47 ta qanaqa prokachka оружие bor. Tak 2 ta Mifik Forge nimasi ekan? Bor ekan, Mifik Forge kristali bor ekan. Endi оружие, qaysi оружиeni ko'tarsak bolalar? Tak berilimiz 4 Thompson. Ledniki yetmaydi. Kraskamiz ham yetmas ekan bolalar, lekin men korektni ko'tarib qo'yish variant. Voy, yumpini ham 5 qilib qo'ysak bo'lar ekan. Yumpini 5 qilib qo'ysaymi bolalar, nima deysizlar? Tak. Xo'sh, material bor, kraskamiz yo'q. Qanaqasiga bolalar bu? Tak, endi nima qilamiz? Biz yana bitta o'ntalik ochib ko'ramiz. Qani ketdik. 1100 ochib ko'raylik bolalar. 2 ta o'ntalik ochamiz. 2 ta material olib qo'ysak, keyin chotki bo'ladi. Xo'sh. 2+ yana nimadir berdi demoqchi edim. Vohma qilib, dimoviy granataga skin beribdi. Xo'sh, ikkinchi o'ntaligimiz qani nima berar ekan? Oxirida yana bitta X-kastam beraversa, lekin bu 1000 ta monetkaga aylanadi. Olmay turmayman, o'shaning uchun bolalar. Vo, bitta material. Yaxshi. Yaxshi, lekin hech qanaqa 10x tushib bermadi. Aniqrani olamiz endi bolalar. Akkauntimda umuman X-kastam yo'q edi, lekin astoydil harakat qildim. Aniqrani ham oldik. Va olishimizga yarasha bir emas 3 ta X-kastam oldik. Akkauntimiz anchagina ochilib qoldi. Ko'rsaymasin bolalar. Agar kimdir UC taylab mana shunaqa open case qildirmoqchi bo'lsa, bemalol men qilib beraveraman, lekin qo'lim ham omadli deya olmayman. Endi X-kastamni ko'taramiz bolalar. Bizda 2 ta kerak. Bitta qora toshdan bor edi.
Xo'sh, endi ko'ramiz qani nechta. Voy, arjaga kirib ketdim. Nechta qora toshidan, nechta sariq toshidan kerak bo'ladi. Biz aniqroq ko'tarmaymiz. Aniqroqga uncha qiziqmadim bolalar. Tak faronkaga ham uncha qiziqmadim. Biz faronni addishi ko'tarib olishimiz kerak bo'ladi. Voy, men bu mumyoga aylantiradigan jest ham bomba. Tak ikkinchi level qildik. Bizga jestini berdi. Mumyoga aylantiradigan. Nima deyapti? Qani emotsiyaga o'tamiz. Da. Mana shu emotsiyasi padborga tursanglar, sheriginglarni anaqaga aylantiradi mumyoga. Voy, men bu o'yinga qo'shiladigani. Mana shuni kuchaytirib qo'yishimiz kerak bo'la. Qani ko'raylik. Nechtaga yetar ekan. Olib qo'yishimiz kerak, lekin bomba bo'la o'yinga tushguncha odamlar bunday keladi-yu mashinada. O'shanda shunaqa bo'lib, qanaqadir yashid ichidan chiqib kelar ekan. Tak bizada 20 taga yetar ekan, 30 taga yetarmikan, nechta bor edi bizada? Tak 21 ta olib qo'yaylik, bolalar. Tak yetmasa, hozir yana minusiga ochaveramiz. Tak nimagadir menga birorta narsaga 12 tushmadi. Da yetar ekan. Va buni ham olib qo'ydik, ochib qo'ydik. Nimagadir menga 12 tushmadi. 12 tushsa edi 3-level qilib olardik faronni. Ko'rdinglar bolalar, ryukzak bomba, vashshi bomba bo'ldi men uchun. Sizlar uchun qanday bilmadim. Open case'imizga 1 dan 10 gacha baho beringlar. Materialimiz ham pashti 5 ta bo'lib qopti. Xo'sh, videomiz yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, shu videoga like bosishni unutmaysiz degan umiddaman. Sizlar bosgan laykinglar bizga juda ham katta motivatsiya beradi. Voy, onasining ikkita material yetmas ekan bolalar. Ha, nima ishlatib yuboraman bolalar, o'zim minusini. Bu narsa qilib yuboramiz, tinchlantirib yuboramiz. Open case videomiz sizga yoqdimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar yoqqan bo'lsa, plus qoldiringlar. Men ko'proq open case video chiqarishga harakat qilaman. Shuncha mehnatimizni qadrlagan holda kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar bo'ldi jigarlar. Ha, aytgancha bolalar, agar sizlar ham open case qilmoqchi bo'lsanglar, X kostyumga kuponlarda yig'inglar. Kupon beradigan joyi bor, bilsanglar. Kuponlarni yig'inglar, har kuni 60 dan ochib ko'ringlar. Juda ham foydasi katta, uni ham nimadir tushirib olishinglar. 20 yusiga ham X kostyum tushirib olishinglar mumkin. Agar yusini qayerdan olamiz deyotgan bo'lsanglar, Telegram kanalimizga o'tsanglar, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizga 1200 yuslik konkurs bo'lyapti. O'tib qatnashib qo'yib, 100 yutib olishingiz mumkin. Ha, aytgancha, bugungi videomizda ham 260 yusi o'ynalgan kommentariyada IDlarni qoldirib qo'ysanglar, keyingi videomizda 260 yusi g'oliblarini aniqlaymiz. Videomizni oxirigacha ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan Policy PUBG bo'ldi. Hammaga chao.